Birleşken Devletler Teşkilatı 2022 yılı 31 Ağustos'ta Uyghur elidagi kişilik hukuk ahvolini bağlash doklati e'lon qilib, Şinjan'da bo'layotgan ishlar insoniyatga qarshi jinoyatlarni shakllantirishi mumkin deb xulosa chiqargan edi. Xitoy hukumati bo'lsa, buning tezdan qarshi chiqib, Şinjan'da kishilik haqlar eng yaxshi qo'g'dilyotidi. Bu doklad butunlay asossiz bayonlardan tuzilgan degan. Ana shu ishlarning bo'g'iniga 2 yildan oshganda Uyg'ur elidagi tutqun va bostirishning izchil davom qilayotganligi o'xshamagan uchur yo'llaridan ko'plab ma'lum bo'lib kelmoqda. Mushkil reallikning navbatdagi ahvoliga qarab chiqish maqsadida Atlantik Kengashi, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, Yale universiteti qaramog'idagi Qirg'inchilik tadqiqot markazi qatorliq o'rinlarning o'rtaq sahifxonligida 30 sentabr tushdan burun Jeneva shahrida BDT Kishilik huquq kengashining 57 navbatlik majlisining yondosh faoliyatlari qatorida Uyg'ur elidagi siyosiy vaziyatni markaz qilgan bir qatorliq muhokama yig'ini online to the side event to the 57th session of the UN Human Rights Council titled Xinjiang Supporting Victims and Advancing the implementation of UN recommendations. This event is organized by the Iran Human Rights Documentation Center and vaziyat izchil soqchi davlatining butkul xarakterini oshkora namoyon qilgan holda mavjud bo'lib atgan. Uyg'ur tutqunlarning ahvoli shoir professor Abduqodir Jaloliddinning lagerdan yodlash shaklida elib chiqilgan deb qaralayotgan Yanorim yo'q mavzuliq she'rdagi reallikda lagerga mahkum bo'lishdan o'zgarmagan bo'lsa-mu, Xitoy hukumati Uyg'ur eli haqidagi tashviqotda izchil xalqaroning ko'zini bo'yab kelayotganligi ma'lum. Bo'libmi Xitoy hukumatining chet el ziyorat o'maklarini tashkillab, oldin tayyorlangan inoq jamiyat manzillaridan tomosha qildirishi. Bu joylardagi Uyg'urlarning shodimonlik ichida naqsha aytib, sho'x usullarga tankash qilishi, damonliqqa bir qism jamoatni gangirtib, bu makondagi qirg'inchilikqa bo'lgan bayonlarga gumoniy qarashda bo'lishga yetaklayotganda, dal buning qurbonlari bo'layotgan Uyg'urlar hali ham ruhiy va jismoniy qiynoqning dardida puchilinib kelmoqda. Bu xil ochiq reallik oldida BDT Kishilik huquq kengashi 2 yil burun e'lon qilgan dokladdagi tavsiyalarni amaliy tadbirlar orqali amalga oshirish, BDTga a'zo bo'lgan davlatlarning o'ziga tava bo'lgan a'zolik majburiyatini amalga oshirish, buningdagi bir muhim hal qilish chorasi bo'lib qolgan. Uyg'ur advokat Rayhon Asad mush ahvollarni xulosalab kelib, BDT a'zolarining hokim mutlaq davlatlar ijro qilayotgan zulmlarga qurbon bo'layotganlarni ko'masga selishi kishini bakma afsuslantirdi. Poignant truth from within the confines of the camps, a powerful poem penned by a renowned poet, Abduqodir Jaloliddin, and memorized line by line by his fellow prisoners. Qirg'inchilik oyoqlashdi deb qaralayotgan navbatdagi vaziyatda hali ham buningdan 7-8 yil avvalgi tutqunlikdan xalos bo'lgani yo'q. Texmi muhimi, oradan shuncha yillar o'tganda BDT qarmog'idagi xohlagancha tutqun qilishni tekshirish guruhi Uyg'ur elidagi tutqunning hech qanday qonuniy asosga ega emasligini qonun nuqtasidan taftish qilib chiqqan. Bo'libmi qamoqqa hukm qilinganlarning tutqun qilinishiga sabablar qonun nuqtasidan bir insonni qo'lga olishga qilchilikmi asos bo'lolmaydi. Ikkinchidan, sabab deb ko'rsatilganlar birdak insonlarga xos bo'lgan aqlli haqlarning mazmunlarini tashkil qiladi. Üçüncüden, müşxil sabablar jinoyatga aylanib qolganda, buni sotlashda hech qanday qonun tartibi o'rinlanmagan. To'rtinchidan, bu tutqunda nishonli holda Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrashi asosiy aqim bo'lgan hamda buningdagi bakmi oshkora bo'lgan kamsitish mazmunlari, jumladan Uyg'ur bo'lish, musulmon bo'lish, dindor bo'lish deganlar ularga tamg'a bo'lib besilgan. BDT qaramog'idagi xohlagancha tutqun qilishni tekshirish guruhining muavin guruhi boshlig'i Piriya Gopalan mush ahvollarni tunishtirganda, hozir eng gavdilik ahvol shuki, shuncha ko'p kishilarning tutqun qilinganligini bilsakmi, ularning qayerda ekanligini hozirgacha bilmaymiz. Bu kishilarning hammasi birdak tashqi dunyo bilan hech qanday aloqa yo'li bo'lmagan lagerlarga mahkum qilingan deb qaralmoqda. Falling under category 3 of its methods of work. Finally, under category 5 of its work, the working group has found that the arrest and advokat Rayhon Asadning bayonlaridami o'rin oldi. Uning bayon qilishicha, Yale universiteti ishlagan Uyg'urlar haqidagi dokladda Uyg'ur tutqunlarga hukm qilingan qamoq hisobini jamlaganda taxminan 4 million 200 ming yildan oshadiganligi alohida o'rin olgan. Xitoy hukumatining qonun sistemasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar bo'lsa, Uyg'urlarning qamoqqa hukm qilinishining Xitoy fuqarolariga qaraganda 47 hassa yuqori ekanligini ko'rsatgan. Since 2017 to 2022, the ethnic minorities in Xinjiang are imprisoned at a rate of 47% times greater than Han people. Uyg'ur elidagi qirg'inchilikning ziyonkashlik haqida so'z bo'lganda, buning yolg'iz qamoqqa ilinish bilan cheklanib qolmaydiganligi yig'inda alohida ta'kidlandi. Xitoy hukumati terrorlikqa va oshqunlikqa qarshi turish nomida umumiy to'lqin qo'zg'ab, Uyg'urlarning tilini xitoychalashtirgan. Ularning e'tiqodidagi islom dinini xitoychalashishga majburlagan.
hatto oshkor holda islom dinining muqaddas kalomi bo'lgan Qur'on Karimni zaharlik deb jakarlagan. Bu xildagi kimlik o'zgartirish urinishlarining yana bir ifodasi bo'lsa, yiziqishliq nomlarning o'zgartirilishi aks etgan. Mushu ahvollarni bayon qilganlardan kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining mas'ullaridan Jon Fisher men tilga olgan mushu reallik birdek BDTning Uyg'urlar haqidagi dokladida o'rin olgan. Hamda buningga 2 yil bo'lgandami, yana nima uchun buningga qarata biror kuchli tadbir ilinmaydi dedi. So I'll first perhaps turn to you, Priya, in particular, because UN Special Procedures have played this key role over the years in ensuring a meaningful documentation of the widespread and systematic abuses in the region. İlhanur Sanders xanım har qaysi aziz mehmonlarga tashakkur etish bilan birga bu qatamliq muhokama yig'inining bevosita holda BDT kishilik huquq kengashining 57-navbatlik majlisiga yo'llangan signal ekanligini eskartdi. So we agree with you it's important we continue to take heed and advance the recommendations in the report. My question would be particularly shubha qilish hojatsizki BDTning Uyg'urlar haqidagi dokladida o'tirg'a qo'yilgan tavsiyalarni haqiqiy yo'sinda ijro qilish zarur dedi.